Ha? İçip olmadingmi? Nimaga ichib olaman? Voy. Tanış yetib qo'yganmi deydi. Turmush o'rtog'ingizga qachon yaxshi ko'raman deb aytdingiz? Biz ekoparkdamiz. Assalomu alaykum. Yaxshi ko'raman ko'rsatuvdamiz. Qachon yaxshi ko'raman deb aytdinglar ayolingizga? Telefon qilib bera olasizmi? Romkiga qo'yasiz. Charchamadingmi deymi? Nima aytyapsizmi? So'rayman-da. Yo'q. Men anaqa bitta narsa aytmoqchi edim-da. O'ylab qarasam, bir marta ham seni yaxshi ko'raman deb aytmagan ekanman. Voy. Men seni yaxshi ko'raman. Nima tanish ketib qoldimi? Bo'pti, shuni biroz aytib qo'ydi o'tirdim. Voy. Nima dedilar? Tanış yetib qo'yganmi deydi. Nima deydi? Tanış yetib qo'yganmi deydi. Ichganmisiz? Yo'q, ichganmiz nima? Ichmayman. Rahmat kattakon. Cho'chimanglar. Rahmat. Telefon qilib bera olasizmi? Aytib bera olaman. Telefon qilib berasiz Romki. Bo'ldi, qiling. Hozir qilib aytib beraman. Dadasi, Ha. men sizni yaxshi ko'raman. Men yaxshi ko'raman. İçip olmadingmi? Ha? İçip olmadingmi? Nimaga ichib olaman? Voy, ichganmanmi men biror marta? Hop. Har doim shunaqa aytib yuringlar. Rahmat. Oh. Ha. Yo'q, pul ishlatmadingmi nima bo'ladi? Ko'p pul ishlatmadim. Ko'p pul ishlataman. Yo'q, bitta ko'rsatuvga chiqyapmiz. Telefon qilib, yaxshi ko'raman deb aytib berasiz Romkiga qo'yib. Alo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Dadajon, siz o'tiribsizmi? Ha. Sizni yaxshi ko'raman. Hop, mana. Rahmat. Ikkinchida turgan odam sizga yaxshi ko'rishini aytolmayapti. Shu videoni ularga yuborib qo'ying.